Rossiya televideniyasida ba'zi bir shovinistlar 1917-yilgacha o'zbeklar va qozoqlar millat sifatida mavjud bo'lmagan, inqilobdan keyin bu millatlar sun'iy ravishda yaratilgan debdi. Bilmasangiz men sizga haqiqatni aytaman. Agar siz tarixni o'qimagan bo'lsangiz, men sizga oz tarixni eslataman. Oltin O'rda xoni To'xtamishxon 1382-yilda Moskvani kulga aylantiradi. Rus millati qul bo'ladi. Ularning o'z davlati bo'lish haqida hech qanday umid qolmagan edi. Sizning buyuklik haqidagi da'volaringiz kulga aylangan bo'lar edi agar Amir Temur bobomiz bo'lmaganda. To'xtamishxon Moskvani yer bilan yakson qilgan paytda ruslarni qullikdan qutqargan Osiyo arslonini unutdingizmi? Eshitib oling, siz foydalanayotgan algoritm atamasi o'zbekning farzandi Xorazmiyning ismi. Siz o'qiyotgan tibbiyot kitoblari Ibn Sino bobomizning qo'lyozmalari. Biz madaniyat tarqatayotgan paytimizda sizning o'rmonlaringizda hali yozuv nimaligini bilishmasdi. Nikolay Valuyev va Solovyov, siz eshiting, otalaringiz ochlikdan o'layotgan vaqtda Toshkent ularga oxirgi burda nonni bergan. 1,5 million qochqinni o'z bolasi